Mana Nexus 2'larda qatori. Sons gibrid. Sons Scrambler. Assalomu alaykum. Akalar ko'rsatsam maylimi? Yil nechi buni? 2010 yil aka. Mashina olgan chiqdinglarmi? Odamlar bilsa mashina olayotganingizni. Yili nechi buni? 2010 ekan-a? Sons Scrambler. Qancha yurgan? 279 yurgan shunaqa. Kraskalar qayerlarda? 20% bor, 20-25%. Buni narxini kelishtirib bo'ladiganini ayting. 3,5 ming deyapmiz. 3000 ga bermadik aka. Qo'shilsa 3000 ga beramiz. Telefon raqamingizni bering. 90lik. 90lik. 623 623 07 98. 07 98. 98. Savdoyingizni bersin aka. Sons gibridchi. Assalomu alaykum. Yili nechi buni? 2012 aka. 12. Sons gibrid. Metan gaz bor. Motor hadovi yaxshimi? Puli nechi pul? Puli 4000 kami bor. 4000 kami bor. Kraskalarchi? Kraskasi aka, bu Kirilovda bor. Kapotda betmos bor, eshiklari betmos. 20% shaka chiqasi bor. Nechi pul bo'ldi bugun savdosi? 3,5 ming. 3,5. Chepicha bilan beryapmiz. Nomeringizni bering. 90lik 169 21 99. Aloqaga chiqarasizlar. Savdolarni bersin aka. Charchamanglar. Xo'p, biz bu yoqda navbatdagilarni ko'rsatamiz. Bir oltisi bor ekan. Yil necha aka buni? Assalomu alaykum. Ko'rsatsam maylimi? Metan gazi bor. Yurgani qancha bo'ldi? 605 mi yurgan 1.6. Texnik holatlar sozmi aka? Motor hadovoy. Motor ham yo'q. Puli nechi pul? Kelishtirib bo'ladigan. 300 kami bor. 3300 kami bor. Bozor nechi pul so'rayapti? 2800. 2800. Nomeringizni bering. 95lik. 95lik. 088 088 27 95. 27 95. Savdoyingizni bersin aka. Kraska nechi foiz dedingiz? 30%. 30% kraska. Keyingisi Sons gibrid konditsionerligi ekan. Assalomu alaykum. Yil necha aka bu charchamayapsizmi? 2014. 2014 Sons gibrid 85 ta ot kuchi, konditsioner, metan gaz. Aka nima kami bor mashinani? Kami yo'q, shu Minsa bo'ldimi? Minsa bo'ldi. Kuzga balon qo'yib oladi. Ha, ishga borib. Kraskalari nechi foiz? Kirilov bilan kapoti xolos, ichiga o'tmagan. Narxini kelishtirib ayting. Narxi 4,5 ming deyapti. 4,5. 4300 dan o'tib beramiz kamidan. Bermaganingizchi? 38 ga bermadik. Nomer ayting. 97lik 97lik 992 992 11 15. 11 15. Aka savdoyingizni bersin. Nexuschi. Egasi yo'q ekan Nexusda. Cobalt so'raganlar bormidi? Ma'da bor ekan bitta Cobalt. Aka sizlardanmi Cobalt? Yili nechi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yili nechi? 19. 2019. Probeg kraska. Probega 420 ming, kraskasi shu Krilovdami? Nomiga shilingan yeri bor. Sip qo'yilgan. Tugal. Narxini kelishtirib ayting, beradigan. Narxini aka 2000 puli borga berib yuboramiz, minib ketadi, banklari tayyor. Aha. Bank hamma tayyor. Oladi, minadi, motor, hadovoy, korobka, jang. Hisobini olish uchun naqdga ham narxini aytib qo'ying buni. Naqdga aka, xullas bu kapital olingan 5 yilga. 8 oy, 9 oy to'langan. Hop. Endi naqdga hisoblasa qimmat olib ketib qoladi. Lutchi banki bilan shunday olib minib ketgan vyigitning bo'ladi. Oyma to'laveradi ham. Albatta, 4 milliondan chiqadi oylik to'lovi. Har oy pasayib. Nomeringizni bering. 90lik 90lik 210 210 2909. 2909. Ikkita mashinamiz ham bor yana. Bo'l. Yili nechi dedingiz buni? 19 avtomat. 4-pozitsiya. Nechi buni yili aka? 10. 2010 hop 274 ming probega, motor hadovoy korobka noldan qilingan, hamma yoq chotki, lyuklari epikaniga bosilgan, ochiladi, yopiladi. Chakka o'tmaydimi ish qilib? Yo'q. Hamma yo'q moshina qilingan. Xudo xolasa zo'r aka. Chakka o'tadigan joylarini germetika qilib qo'ydik, kirmayapti moshina. Moshina polni asujit. Aha. Puli yengilidan. Puli yengiladi. Nechi pul? 3,5 ming deb 3300 ga berib yuboramiz. 1800-700 pul borga banka berib yuboramiz. O, 7-800 bilan ham olish imkoniyati bor. Nomeringizni qaytarib qo'ying. Qiynalib qolgan odam bo'lsa, misol, aka 500 pulim bor. Misol 300 ni keyin 15 kun, 20 kunga hali boshlang'ich to'lovini variant hisobida qilib berib yuboramiz. O, demak, boshlang'ich to'lovga qiylanganlarga ham xullas qilib berish imkoniyati bor ekan, aloqaga chiqarasizlar. Qiynalganlarga
Bo'ldi, Nexia 1 ham ko'rsatamiz. Xo'p. Buni aytdik ma'lumotini, egasidan bitta nomerini aytib qo'ysak bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying. Onani ham qo'yib olib aytaylikmi bir yo'l? Yo'q, bitta aytib yuboraylik. 210 2909. Xo'p, qorasiga qiziqqanlarga yana bitta bor ekan. Ali Mahmudjon o'zimiz bu kanalga qo'yuvdik, hali odamlar tushunmay qolibdi. Xo'p. Yozib, shrift bilan chiqyapti-kan. 210 29 09 desam 19 qilishib yuboryapti. 09 desam 19 qilishib yuboryapti. Ha. 29 09 210 bilan 90. Adashib ketishyapti. Nomeriga adashmaysizlar. Ha. Qoni ham olavering. Yili nechi buni? 2009. Boyaga kelib bitta endi yangi akalasi yo'q. Xo'p, 1.6 bo'ladimi aka bu shunda? 1.6 e'tibor berasizlar. Metan gaz, ham yo'q sozmaka motor hadovoy ishi yo'qmi? Motori hadovoy korobka zo'r ekan. Yurgan masofasi qancha bo'ldi buni? Buniki 420 ming shundan atrofida buniki. 2009 yili. Kraskalari-chi? Kraska bundan aka u yoqda bor. 40-50% atrofida. Nech pul aka buni naqd? Buni aka naqd. Buni ham ashlayman aka, buni banki yo'q. Xo'p. 700, 800. Hali aytgan birinchi deyman. 500 pulim bor aka. 700, 800 chiqarib beraveramiz. 200, 300 ni keyin qilib bersak bo'laveramiz aka. 15 kun, 20 kunlik boshlang'isini variant hisobida qilib beraveramiz. Oladi, minadi, maza qilib beradi. Bankka beraveramiz o'zining nomiga. Muammo yo'q, generalniy dokumentdan muammo yo'q. Yo'q, hisobini olish uchun buni narxini ham aytib qo'ying, umumiy summada. Tan narxiga keladigan bo'lsa, endi oxirida kelyapti-da, keyin tushuntirib siz. 3.5 deyapti-ku. 3.5 bozorda so'ralish u. Ha. Endi misol, o'zingiz ham aytasiz, bozorga yapsiz. 3.300, 3.200 ga beramiz. O ana. Demak, sizga bosing. Naqdga xohlaylar savdolashib, arzonroq qilib dogovor qilib olinglar, xohlaylar 7-800 dollar bilan bo'lib to'lashga ham u yog'ini kelishib. Boshlang'ich to'lovini haligindaqa nimani hisobida qiynalgan odamlarga bo'lsa aka, hali 15 kun, 20 kun u yog'i nimasi bilan berilaveradi. Muammo yo'q. Probegini so'rashyapti, qaytarib beraylik. Qancha edi? Probegimi? Buni, yo'q, ana obunachilar jonli efir ketyapti bizda. Ha, obunachilar so'rayapti-kan. Probegi 420 aka. 420. Yili 2009, probegi 420 ham yurgan. Onlayn ketyaptimi? Onlayn ketyapti. Onlayn ko'rishyapti. Onlayn ko'rishyapti. Qachon chiqadi endi bu video chiqmadimi endi? Video yangi. Живой ko'rib turibdi hozir. Bu yoqda живой, bu yoqda video. Ha, через скоро-то ukaman o'zingizga. Prямо. Akalar, nomer aytib qo'yaymi, o'sha aytmas. Bitta qaytaring. 210 90lik 210 29 09. Variantga berib olamiz. Agar raqamlarimiz. Mashinalar ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Bozorda doim kommentariyada so'raysizlar, haligi 5-600 dollar bilan variantga chiqaring deganlarga mana akaniki ma'qul kelganiga xohlaylar. Qora ikkita Nexia 2 bor ekan, xohlaylar nariyada Cobalt ham bor ekan, uni ham kelishtirib beramiz deyapti. Ma'qul kelganiga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p. Bloger yozyapti. Nima deyapti? Nima deydi? Nima deyapti? Sparklardan ko'rsating. Spark ko'rsatdi. Yoz aka 20 minut ko'rsatdi Spark. Bundan bir 10 minut orqaga qaytaring videoni. Yo'q, u menga yozyapti. Men ko'p taniydi-da, misol hali postoyanniy aktiv bo'lganimizga. Alloh. Akalar tinch bo'linglar. Savdoyingiz bersin aka. Uni ham qo'yib qo'yaylikmi, tamazni? Xo'p, sizga. Kimdan bu ko'p sizdanmi aka? Nech pulli mashina aka bu? 2024. 24. Nech pulli mashina? Bu aka 2000 lik mashina bu. 2000 lik mashina? Albatta. Eshiting bu yog'ini. 2000 lik mashina. Xo'p. Haligini avtokreditga berganman o'tgan yili bu mashinalarni bilsanglar. Xo'p. Avtokredit qilingan. 5 yilga olingan 6 milliondan oylik to'lovi bor. 5 oymi 6 oyligi to'lovi bo'lgan. Buniki 25 minglik probega shunda qo'yildi. Necha kilometr yuradi bitta zapas xod bilan? 350 yuradi. Konditsionerda yaxsiz 300 yuradi aka. Yozgi kunda konditsioner bilan 300. Aslan orqalarini ochib. Tozami kraskalari? Kraskalari toza, ashma yerida jicha rixtob qo'ygan joy bor. Razmeri biz Sparkdan sal kattaroq ekan bu. Ha, Sparkdan kattaroq. Lekin o'ta tez ekan. Tez. Rejimlari bor. Elektromobil. Ha, albatta. Xo'p, aka buni boshlang'ich 2000 dollarini beradi sizga, qolganini oyma-oy 2000 dan telefon qilsa, misol mana sizlar ham tirikchilikda sir yuribsizlar aka. Akalarni mehnatini hurmatidan desa aka o'tib beraman 2000 dan. Xo'p, 2000 dan ham boshlang'ich to'lovda o'tib beriladi. U yog'ini oyma-oy kelishib savdo qila olasizlar.
to'liq ma'lumot uchun nomerini bitta qaytarib beramiz. Aha, qaramaydi ekanman. Ha, aloqasini. Nima deysiz aka? Nomeringizni qaytarib qo'ying, 90 elektromobilga. Aha. 210 Aha. 2909. Demak, aloqaga chiqarasizlar. $2000 telefon qilsalar yana kelishtirib jicha-bicha savdolashib o'tib beriladigan joyi bor. U yog'ini to'liq ma'lumot uchun nomerlarni aytib o'tdi, aloqaga chiqarasizlar. Bo'ldi. Aka savdolarni bersin. Biz bu yerda navbatdagi mashinalarni ko'rsatamiz. Nexia 2 lar bor ekan, Nexia 3 lar bor ekan. Bo'ldi, ko'rsatamiz hozir arzonni bu yerda 2010-yilgi Sons Trambler Nexia 2 bor ekan. Aka sizlardan emasmi bu? Ko'rsatsa maylimi? Charchamayapsizlarmi? Puli nech pul ekan Sons Tramblerni? 3000 ga beramiz. 3000 ga beriladi. Nomeringizni bering. 91lik 492 66 67. Xo'p, aka buni probeg kraskasi qanaqa? 30-40% kraska. Suya butun. Nimasi probegi? Motor ham yo'q, yaxshi. Demak, motor hadovi yaxshi. Bo'ldi. Nech puli borga berasiz aka? 1000 puli borga emas, 2010-yilgi Nexia 2 chiqarar ekan. Nomerini video boshida aytib o'tdik, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, motor hadovi yaxshi deyapti, Sons Trambler. Shu endi. Bu yog'ini o'zingizlar ko'rib, mashinaga bahoni o'zingizlar berasizlar. Aka savdolarni bersin. Nexia 1 so'raganlarga assalomu alaykum. Nexia 1 Sons Trambler bu ham 76 ta ot kuchi, 4 portion, 2005 ekan yili. Gazi qanaqa? Metan. Yurganini aytadimi? Yurganini. Kraskasi kraska. Kraskasi 50 ga 50. 50 ga 50. Yo'zai ham bor, bozai ham bor. Narxini kelishtirib ayting aka. Beradiganingiz nech pul? 2700, 3000 deyapmiz. Beradiganimiz 2,5 ga beraylik deyapman aka. 2,5 ga. Nomeringizni bering. 33lik 33lik 070 728 kodi bilan aytaylik. 33lik 33lik 728 Aha. 75 75. aka savdoyingizni bersin. Nargisi ham 2005. Bu ham 2, faqat rangi stalnoy ekan. Bu 5. 1.5. Motorini yangi qilib qo'ydik. Ha. Motorni shu hozir buni. Puli nech pul bunisini? Buniga emas aka, narxi bir xil. 2,5. Ha, rangida farqi bor. Motori. Xo'p, balonlari yaxshi, salon holati, chexol poliklari bor. Buni motori 1.5, nariga Sons Trambler edi. Bunisi 1.5. Ma'qul kelganiga aloqa chiqarsa, gen chiqadi. Bo'ldi, savdoyingizni bersin. Laskalar yil necha ekan buni? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Avtobozor. 2010-yilgi 1.6 Nexia 2 Stalnoy Svetda. Probeylari qanaqa aka? 600 ming yurgan. 600 ming yurgan. Mana shu hamma maqtaydi. Archa balonni lekin men hech maqtanmayman. Ko'rsating-da. Chekasidan birinchi ketadi, mana chekasi birinchi ketib qoladi archa balon. O'rtasi yaxshi turaveradi. Ha, undan lejbe o'zimiz eski balonlar yaxshi, eski guldek balonlar. Aka buni texnik holati soz deyapsiz, motor hadovoyda ishi yo'q deyapsiz. Kirasi qayerlarida? 50% bor. 50% bilan eshikda. Probegchi probeg. 600 ming yurgan. 600 ming. Narxini kelishtirib ayting aka. Sizni obunachilaringizga 2,5 dan o'tib beraman. 2,5 ming, yana telefon qilsa o'tib beriladigan joyi bor. Sizni nomingizdan telefon qilsa o'tib beramiz aka. Nomer bering. 94lik 94lik 438 438 53 13. 5313. Telefon qilisharsinmi? Albatta. Savdoyingizni bersin aka. To'lov usullari faqat naqdmi yo boshqa to'lov usullari bilan kelishib berasizmi? Hamma yo'liga yuramiz. O, Hamma yo'liga. demak, istalgan turdagi to'lov usuli bilan kelishib savdo qilinaveradi. Kredit nima qilib bersa, pul bersa bo'ldi. Savdoyingizni bersin aka. Charchamanglar. O, mol qo'yga ham novoslarim bor, sotishim kerak deganlarga bozorga olib chiqib yurmas, aka bilan dogovor qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Akani ko'rsatib qo'ying. Avtobozor. Tezkor savdo. 2 ta kanal. Bo'ldi, arzon bo'lsa-yu, terib arzonni ko'rsatamiz bizning obunachilarga. Qaysi Lacetti'mi? Mana. Puli nech pul hoj aka buni? Pulichi pul, assalomu alaykum. 14,5 kami bor. Tozami, tog'a? Bor, 25%. Probegchi? 400. Nomeringizni ayting. Kerak emas aka. Savdo pishib qoldimi? Akada orqada o'tiribdi. Xullas buni savdosi bo'lyapti.
Bo'ldi. Mashina arzoni? Mashina? Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Puli necha pul buni? Buni 4200 baho aytyapman, kami bor. Yili necha edi? 14. 14. Kraska probegichi? 290 ming yurgan. Kraskalari kapotda, kirillada bor. Aha. Old orqa butun. Nomeringizni bering. 99lik. 794 79 25. Necha pul so'rayapti bozor? Bozor 3,5 qilyapti. 3,5 bermayapsiz. To'q. Xudo xolasa endi qo'shsa beramiz. Nexia 3 hoji aka. Nexia 3 2018 bu. Kapot kirillada, ikkita detal. Mexanikami, avtomatmi? Avtomat 2 euro. Avtomat 2 euro. Probeg qancha bo'ldi? Buniki 273 ming probegi. Necha pulli mashina aka bu? Buni 7200 baho aytyapmiz, buni kami bor. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Necha pul so'rayapti bozorda? Ko'pchilik qiziqyapti ekan. 3,5 6,5 ming ham berishyapti. Har xil. Nomeringizni qaytarib. 99lik 794 79 25. Savdingizni bersin aka. Charchamanglar. Sizlarda agar gruppalaringdan tushsa, chap-chak yemi deb qilib beramiz. Bo'ldi. Savdinglarni bersin. Hop. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rsatamiz. Bu yoqda Gentra bor ekan, Lacetti bor ekan. Agar qiziq bo'lsa, sizlarga ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Hop, Nexia 2 yil necha aka? 2014. Ko'rsatsak maylimi? Sizlardanmi? Bizdan aka. Aka ko'rsak maylimi kimdan aka? Puli necha pul? 4800. Assalomu alaykum. 4800. 2014. Kraska probeglarichi? Assalomu Orqa kirillada mana ikkita yoshida petnosi bor. Aha. Qolgan yog'i toza. 330 ming yurgan. Necha pul berilmayapti bugun aka? 41,5 mana shu bola qilyapti. Aka. Bitta ozroq qo'ysa, xudo xolasa. Hozir yuzamiz. Avvalo kelishib baraka qilinglar. Mabodoga nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. Aha. 909 66 40. Savdolarni bersin.